dangasalikda rivoji bo'lmaydi. Hozir yura borsam, hozir shura kelsam, nechta odammiz bor? 4 kishi gaplashyapmiz. Ikkita odam gaplashganda bitta odam chiqarayotgan mana nima borki, energiya borku. Bitta to'lqin shu 7 karra kuchaygan. Ikkita odam gaplashgan, 4 ta odam gaplashganda ko'p barobar kuchayib ketadi. Raqamlar yodimda yo'q. Biz nimada insta shu bo'yicha mavzu ketdi-da. Shunda his qildimda, yerda yana qanaqa gaplashasan? Просто suhbat bo'lmaydi. Yerda ongning o'sishi haqida suhbat bo'ladi. Ongning o'sishi haqida suhbat bo'layaptimi? Demak, rivojlantiradi. Ham o'zing kuchga to'lasan, ham o'zing hayotdan zavq olib kelasan, ham hayotingni ma'no qurasan. Faqat o'zing uyg'otish bilan ishlayversang, zavq yo'q u yerda. Ma'no yo'qolib qoladi, yozlanmadan qolib qoladi. O'sha rejalarimga bormaslik bizga o'tirishimiz orqali bu yerga energiya beryapmiz planetaga. Unga nima deb berishimiz kerak? Qisqa avun bilasizku, qisqa javob.